Assalamu alaikum musulmon berkoğanlar. Sizler men Bazar KG kanalı. Men bugün Akbata mal bazarındaman. Akbata жылқы bazarı. Oğanlar Akbata жылқы bazarında tabız. Madaniyatdagi oğanlar like basıp, подписаться etip qo'llab qo'yingizlar. Bugün erkek jana urg'aч torpaqlarda tarttabız. Ene bala sağan uylar, xunajınlar bar bolat. İnşallah qo'y bazar. Anlayınsa başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu saka mı? İyi son tarafta güzeller ama. 35'te oldu. Erkek urgaçı? İlk urgaç erkek. 4'te. 35'in kim var ha? Kim var ya? Sodağılar çıkma. Sodağılda degen 35'te degen erkek urgaçı taylar tuğanlar. Taylar kança oldu teken? Taylar 30'dan geldi. Erkek mi? Erkek taylar 30'dan geldi. Suradı o ka? Kança berdi? Eko'ni 48, qancha 24 dan so'rabdir da. Aka tay qancha oldi aka? Erkek ha? 40 kimi bor. Sotib so'radi aka bozor. Qancha berdi? 35 ga berib edingiz ha? 40 ming kimi bor. Erkek tay. Erkek taylar qancha berib edingiz aka? 45 lira. Eko'ni 22 jarından mı? Erkek taylar. 45 yılda degen. Olur. Eko. 32 min kim var? Erkek tay. Ba berdi mi pazar? 27 min 500 verdi notayga. Qancha so'mda o'tasiz aka? Erkek ha? Eko narg'insiz-chi? Ova. 35-32 erkek taylar. Atman da tartib ko'rsatib qo'y. Akbata 60 ta o'tadi ekan erkek. Xunonlar. Aqsu'nun o'tgan erkek taylar. Qancha berib eding? Hadi. Ya. 95 ha? Yakın 95. Evet, yağmurda oldu. Beri otat yaklaş. Aka bu baytal qanchasi aka? Жазға пішті oldu. Жазға pishdi o'li. Qancha so'mda o'tasiz aka buni? 60. Bozor so'radi? So'radi. Qancha berdi? 52 ming berdi. Жазға pishdi bo'ladi ekan. Baytal. Bo'g'oz emas ha? Boz. Bilmem. Bo'g'ozg'in bilmaysiz ha? Qay yerni ot aka? Kalin. Xayr? Kalin. Kalinda. Para bir qancha oldi aka? 76 berib edingiz ha? Qancha yashar? Qanchasi? Bushti baytal ha? Bo'z emas ha? 76 ga berib edim deysiz. Qancha berem deb o'tasiz aka? 90 ga berem deysiz. 5 ming. Qancha deb o'tasiz aka buni? Ko'pda. Qazan narxi. Ha, baqilishda. Bağlı. 115 berdim buni. 115 berdim. Ko'p biyiga. Berib berdim. At tek otur. Ha, eko'ding atba. Ha, bu yerda aralash ekanda. 115. Eko'ni 115 berdi ha? 115. Qarasini tartib oling. Eko'ni 115 berdi. Qanchasi yeji? Ha, eko'ding jangasi ha? Ba bo'ldi degan, bildim kadarıyla 115 ga berib etdi ekan. Qancha so'mda o'tasin? 75 lira. Qancha so'radi do'stim? Qancha? Qancha so'radi ham? 67 so'radi. Berib eding ha? Qancha yashar? Qanchasi bu? Bo'shdi ekan. Qancha so'mda o'tasin, brat? Otdi. Pulu. 80 ming kimi var ha? Bozor so'radi? Yo'q. Qanchasi? Ekasi 80 ming ha? Kimi var? Qancha so'mda o'tasin? 75 kam var. So'radimi? Qanchasi? Xunon ekan. 75 ming. Akbata. Qancha so'mda aytasin? Qancha so'm? 90 ha? Qanchasi? Jasta jangasi bo'ladi.
Bazar suradı mı? Süraylik. 90 bin de aytdı bugün. Bazar süraylik değil. Bunu qarattı tartaq. Qancha so'm deb aytdi aka? 150 deb atır. Qancha berib edingiz? Arqa so'radi. Qanchasi? Жазға жаңасы болады екен. 150 deb. Qancha deb aytасың? 75 ha? Bazar baqildi? Baqildi bu bazar. Qancha? 67 ming berdi ekan, 75 ming. Жазға ekasi deyip. Qancha deb aytdi aka pulun? 100. Qancha berdi? 75. 5'e bol boy kaçır. 75'e verdim. 66. Ne aytdı kimne koyat? Qanchasi aka? Жазға pişti hala jaş ekandan da. Geleceği astırdı. Qancha deb o'tasiz aka siz? Pulun. 100 tamam. Bu jak qancha berdi? 66. Qancha so'm deb o'tasın? Ha? Qancha so'm deb o'tasın? Bak 180 ming deydi. Javob so'radi. Baqildi u. Baqildiga 180 ming. Baqildi ekan aka bu. Qarat qancha so'm? Aka? Qarat qancha so'm? 150. Bazar baqildi u. Qancha berdi? Qancha? Qanchasi? Жаңасы 150 ming ha? Qancha so'm deb o'tasiz aka pulun? 110 ming. Bazar baqildi? Qancha berdi aka? Arqon berdi. Qancha berdi? 70 berdi akam. Qanchasi? Yo'q, qanchasi ekansiz mi? Ekasi ham. Bismillah. Ekasi ekan 150 ming deydi. Qancha deb o'tasiz aka buni? Basin qarad. 90 ming. Qanchasi aka? Жаңасы. Bazar so'radi? Yo'q, qaran sap. Surayli qarama 90 ming deydi. Ko'ni surayli ekan bog'larin. Qancha berdingiz aka? 57 ming so'm. Beymi? Yo'q. Erkakmi? Жазға pishma. Pishdi. Sen deresizmi? Haraka deysizmi? Qancha deb o'tasiz aka siz? 70. 70 ming. Rostmi? Yo'q, sen bering tam. 65 ming var. Qancha aka bu jashi? Asli Qunan ekan, 65 ming var ekan. Baqildi aka buni? 55 baqdim. Tuğanlar varında tartib qo'ydik. Like bosib, xat qilib qo'yingizlar. Assalomu alaykum.